Так, задний мост коробкасida ovozi yo'qmi? Yo'q. Motorchi aka? Motor ham yo'q emas, chotki. Necha pul ekan mashina? 4200 deyapmiz, kelishtirib beramiz. $4200 kelishamiz. Bu degani 3000 qancha? 3700 mi? 3800. $3800 ga beraveramiz buni. Ha, beraveramiz. Kimga qiziq bo'lsa $3800 propan gazi bor. Necha pul ekan aka bu? 4,5 ming deyapman, kelishtirib beraman. $4,500. Zadний most коробкасida ovozi yo'qmi? Yo'q, zadniy most коробка. Naqdga to'g'riga berasizmi? 4100 ga beraman. 4100 ga beramiz. Nasibiki variant. Faqat naqd. Faqat naqd. Telefon raqamingizni bering aka. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? 23-mart sanasi bugun sizlar uchun Samarqand moshina bozoridan Damaslar narxidan xudo xolasa hozirgi videomiz bo'ladi. Tomosha qilinglar. Qo'ldan kelgancha bir 10 ga yaqin Damaslarning videosini oldim. Tayyori bor, yili eski arzonlari bor. Xullas, pashkasi bor. Ko'ringlar, narxlar tushgan. Yana telefon qilib yana savdolashingiz может yana ham arzon qilib berishadi. Men harakat qilaman o'zi sizlar uchun arzonroq qilib berishga. Endi o'zingiz telefon qilganda yana bir gaplashsangiz ekan, может yana arzonroq qilib berishadi. Shunday ekan, albatta like tugmasini bosing, kommentarda qayerdan ko'ryapsizlar yozib qoldiramiz. Qanaqa mashinalar sizga qiziq, buni ham yozishingiz tashqarsin do'stlar. Boshladik. Aytgancha, avtokredit bo'yicha o'zimizga telefon qilsangiz bo'ladi. Bizda ham yaxshi damaslar bor. Mashina olmoqchi bo'lsangiz, qayerdan olay deb o'ylab yurmang, chunki men o'zim sizlar uchun avtosalon ochdim. Bizdan siz avtokreditga, naqdga avtomobillarni olishingiz mumkin. Masalan, Gentra, Damas, Nexia 3, Cobalt hammasidan bor. Hozirda ko'pchilik hamyon bo'lib, arzonlaridan ko'p so'rashyapti. Shuning uchun sizlarga Nexia 3 ning avtomatlari arzonlaridan, Cobalt arzonlari, pachkalari, Damas'ning tayyorlari bor. Avtokreditga ham bular juda kam pul bilan chiqadi. Greta $2000 sizga mana bu Nexia 3 larni berib olishimiz mumkin. Manzilimiz Samarqand shahar Samkoch yo'lida, ya'ni Erkin savdodan Samkochga boraverishda o'ng qo'lda bo'ladi. Undan tashqari sizlar uchun mashina bozorda ham joy ochganmiz. Bozor kuni ham siz bemalol bizani oldimizga kelsangiz agar, sizga bozorning o'zidan ham yaxshi mashina topib beramiz. Avtokreditga, naqdga farqi yo'q. Pastda nomer qoldiraman do'stlar, telefon qilinglar. O'zimizda bor mashinalarni bolalar hisoblab berishadi. Masalan, nech pul pulingiz bor, o'shanga qarab ham sizga hisoblab beraveramiz. Xo'p, bizda bo'lmagan avtomobillarni ham sizga boshqa yerdan zo'rlarni topib, avtokreditga chiqarib bera olamiz. Do'stlar, marhamat, 2013-yil ekan. Qaymoq rangdagi Damasimiz. Probegi qancha edi aka buni? 3 kuru. Gazi? Propanda. Kraska, petno. Petnolari bor. Chaqachuqqa unaqa udari yo'q. Petnochilar bor. Qayerdaligini aytasiz, masalan, qancha, necha foiz chiqadi? 20%. 20% bemalol tekshiramiz, ha? Ko'pmasa undan. 13 lik diskalar turibdi. Yangi balonlar bilan, qaymoq rangda. Mana mashinaning orqasi qaymoq rang mashina. Xullas, kraska bor, yana tekshirib o'zlaringiz olasizlar. Tonirovka ruxsati bormi aka? Bor, ha? Motorchilar qo'yishga. Polik, chexol. Mashinamiz orqasi do'stlar, magnitofoni bor. Tak, zadний most коробкасida ovozi yo'qmi? Yo'q. Motorchi aka? Motor ham yo'q emas, chotki. Necha pul ekan mashina? 4200 deyapmiz, kelishtirib beramiz. $4200 kelishamiz. Bu degani 3000 qancha? 3700 mi? 3800. $3800 ga beraveramiz buni. Ha, beraveramiz. Kimga qiziq bo'lsa $3800 propan gazi bor. Telefon raqamingizni bering. 77 138 80 82. Nasibiki varianti bormi? Bir oila qarab turamiz. Marhamat do'stlar, 24-yil ekan. 4000 km mashina yurgani. Diska balonlar karmetal qo'yilgan. Gaz bor ham? Propan gaz qo'yilgan. Kraska petno bormi? Ikkita petnosi bor ular yo'q. Bir ikkita petno bor. 10% chiqadimi? Ha, 10% chiqadi. 10% da chiqadi. Udar yo'q deyapti. Mana mashinamiz, xullas 24-yil. Tonirovka ruxsati bormi? Tonirovka ruxsati bor, lekin nomer almashgan, nomeri auksion edi, endi bunga o'tgani yo'q. Tonirovka ruxsati bor. Shumka bo'lgan, polik chexol qilingan mashina polni. Xo'p, kolonkalar qo'yilgan, mikrofon. 4400 km mashina yurgan ekan. Xullas, tayyor mashina qidirganlar bo'lsa agar, mana mashinamiz orqasi.
yon tomonlari tayyor moshin. Hozir narxini so'raymiz. Narx qancha buni xo'jayin? Narxi 7,5. 7,5 ming dollar Shu so'rayapsiz. beramiz. Yili necha edi? 24. 24. 4000 yurgan mashina. Hamma narsa. Narx bo'lsa necha pulga berasiz? 72 qilib beramiz. 7200 dollarga beraveramiz. Nasiya Vikub variant Farq qilmaydi. 4000, 5000 qo'llarda bo'lsa, men o'ymoy ham beraveramiz. 4-5 ming bo'lsa ham Vikubga ham beramiz. Avtokreditdan bo'ladi, ha? Farq qilmaydi, bo'ladi aka. Telefon raqamingizni bering. 91 91 319 319 65 65 77. 77. 2011-yil ekan, qaymoq rangda. Ikkitagina petno. Damas. Ikkita petno qayerda u? U tomon eshigi bilan kirilib raqdan pastda. Bu tomon eshigi bilan kirlo. Qaymoq rangda. Nimadan pastmi? Yo'q, mana bundan. Mana bu bilan mana. Raqdan pastda. Tushunarli. Yumshoq balon 13 li turibdi. Gazi metami? Meta. Qancha yurdi aka bu? Bu aka yurgani o'ziniki hali o'zi 131 kilometr. o'zini yurgani. O'zini aka. Chiqol poliklar bor. Mana kolonkalar qilingan. Xo'p. No, mashinaning orqasi. Bu necha pul ekan aka bu? 4,5 ming deyapman, kelishtirib beraman. 4,5 ming dollar. Zadnimoz korobkasi tovozi yo'qmi? Zo'r zadnimoz qarab. Naqdga to'g'riga berasizmi? 4100 ga beraman. 4100 ga beramiz. Nasiya Vikub variant. Faqat naqd. Faqat naqd. Telefon raqamingizni bering aka. 91lik 91 708 708 0107. 0107. Alo. Do'stlar, marhamat. 2016-yil ekan mashinamiz. Qaymoq rangda 13 li mana bunaqa diskalar qo'yilgan, yumshoq balonlar qo'yilgan mashinaga. Tak. Kraska bormi aka? Qaysi ana passajir zadniy krылоda bitta petno bor, ha? Bo'ldi. Salonni ichi qancha yurdi bu? 207 ming kilometr mashina yurgan ekan. Magnitofoni bor. Chiqol o'ziniki, kataloglarga material to'shgan ekan. Gazi bor, ha? Propan gaz. Mana mashinaning orqasi, mashina qaymoq rangda do'stlar. Hozir narxini so'raymiz, necha pul ekan? Narx qancha ekan aka? 5300 dollar so'rayapsiz. Kelishamizmi? Necha qilib berasiz naqd bo'lsa? 5100 ga beraveramiz. Yaxshimisiz ekan? Bo'lishimi yo 5 ga ham beraveramizmi? 5100 oxiri. Telefon raqamingizni bering. 97 lik 615 46 40. Do'stlar, marhamat, 24-yil ekan Damas. Diska balonlar qo'yilgan, shumka qilingan, benzinda ekan, ha? Qancha yurgan bu? 4900. 4900 kilometr mashina yurgan ekan. Mana mashinamiz orqasi. Karmital diska balonlar taqilgan mashinaga. Tak. Polik chiqol qilingan mana. Tayyor polik chiqollar qilingan ekan, kolonka qo'yilgan. Bar monitorlar bor. Tak. Mana mashinamiz oldi qismi. Gaz qo'yilmaganmi aka? Gaz qo'yilmagan umuman. Necha pul mashina? 8,5 ming dollar kam bor. Kam qilsak necha pul bo'ladi? 8 dan arzonroq qilamizmi? Oxirgi 8. Bundan tushmaymiz, ha? Nasiya Vikub variant. Naqd. Telefon raqamingizni bering. 77 027 60 95 ekan. Mana mashina telefon qilasizlar, so'raysizlar. Do'stlar, marhamat, 2017-yil ekan. Oq rangda kraska petnolar bormi? Aka o'tiring. Bor, ikki joyda chaqasi bor. Qayerda u? Orqa kirlacha bilan oldin eshikcha chaqasi bor. Orqa kirlo bilan oldi eshikda kraskasi bor. Yurgani qancha aka buni? Yurgani? Yurgan bir kurup. Bir kurup. Metani bor, ha? To'rtta balonlar yangi ekan, 13 lik balonlarda turibdi. Mashinamiz orqasi, marhamat. Tonirovka urilgan. Tak, salonni ichi polik, chexol, mana chexol qilingan.
Zadniy moz korobkasida ovoz yo'qmi buni? Nechinchi yil bu? 17 yil. 17-yil. Nech pul ekan? 5000 deyapman. 5000 dollar so'rayapsiz. Savdosi bor. Savdan. Naqd berishsa 4200 ga beramizmi? 700 bo'lsa beraman. 4,5 ga berasizmi? 4,5 mingga yo'q. 4,5 mingni so'ragan ko'p bergan. Bermaysiz. 4600 ga berasizmi? Kelishamiz. Bo'lishi mumkin. Nasiyaviy ekib bayram? Yo'q, naqd. Naqdga. Telefon raqamingizni bering. 99 99 622 622 25 25 84. 84. 2014-yil ekan do'stlar, navbatdagi damasimiz. Gazi bormi? Metan. Metani bor, kraska Kraska yo'q. toza. Bu 12 mi? 13 mi bu? 12 miyaqki. 12 li yumshoq balonlar qo'yilgan ekan. Hop, kraskasi toza, metani bor. Korobka motorlar ochilmagan. Zadniy moz korobka motorlar zo'r, pollik, chexol, mexanika korobka. 117 ming kilometr mashina yurgan ekan. Halol yurgan aka. Mana salonnichi. O'zini yurgan ha bu. Ha. Hisob ma'lumot. Mana mashinamiz orqasi do'stlar. Mana bu yerda kamgina kraskachasi uchgan joyi bor ekan. Xullas, nechinchi yil aka bu? 14. 14-yil. Nech pul? 5200 dokdan kelishtirib beraman. 5200 dollar. Kelishsak 4,5 mi? Qancha? Yo, o'talar 4650 qilib bozor. Beramizmi shu? 700 ga berasizmi? 800 qilsa axir beraman. 4800 oxiri. Axiriga beraman. Nasiyaviy ekib variant Hammasi bo'ladi. hammasi bo'ladi. Telefon raqamingizni bering. 97 97 405 405 42 45. 42 45 ekan. Telefon qilasizlar, so'raysizlar. 25-yil ekan navbatdagi damasimiz do'stlar. Pachkasidan so'raganlar bo'lsa agar hozir narxini so'raymiz va bitta mashinani tomosha qiling. Oynalar qoraytirilgan zavodskoy. Balonlar 12 lik o'zidan zavodskoy bular ham. Tak, mana salonni ichi. Polik chexollar zavodskoy o'zidan. Pon zavod. Mashina 328 kilometr mashinani yurgan. Nech pul ekan bu? Qancha ekan aka bu? Moshi qancha aka? Ha, 7800 opa kami bu. 7800 dan arzon bo'ladi. Ha? Arzon bo'ladi-da, nech qilib berasiz bo'lishini? Bo'lishi kelishamiz, kami bu. 7,5 mi, 600 mi? 700 mi? 7600 lar qilib beraman. 7600 qilib beramiz. Nasiya bir ham gaplashaveramiz. Nasiya V-kubga ham bo'ladi. Qancha beray V-kubga masalan? Baha 3dan 1 3000 ni bersin, 2,5 bersin gaplashaveradi. 2,5 gacha nima qilib beramiz? 3000 gacha. Telefon raqamingizni bering. 90lik 90 030 030 78 78. 78 78. Polni shumka. 24-yil polni shumka bo'lgan. Metan gazi bor, shunaqami? Metan gaz. Karmital diska balonlar qo'yilgan mashinaga. $100 chiqol polik qiling. Nechinchi yilda bu? 24 mi? Probeg qancha bo'ldi? 1500. 1500 kilometr. Xo'p. Polni shumka, metan, chixol polik hammasi bo'lgan ha? Tayyor damas qildirganlar bo'lsa agar. Salonni bitta ko'ramiz o'zi. Ochinglar, qaysinglar? Mashina pultda. Pulti bor. Chixol poliklar qilingan. Sideni polni boshqatdan yasalgan, gubka qo'yib. Sidenlar polni qilingan mana. Talonka, magnitofon hammasi bor. Xo'p. 24-yil. Nech pul so'rayapsiz mashinaga aka? 8,5 ming dollar so'rayapsiz. Kelishamizmi? Nech qilib berasiz? Kelishayotgan joyi. Nech pul qilib berasiz? 4-5 oy nasiya endi. 4-5 oy nasiyaga ham bo'ladi. Hech qanaqa foizsiz nima qo'shilmaydi. Naqdga qancha? 8 mi? 8200 naqdga, 8,5 ming 4 oyga nasiyaga. 8200 ga naqdga beramiz, 8,5 bo'lsa nasiyaga. 4 oy. Boshidan qanchasini beraylik nima bo'lishi? 4000 5000. 4-5 ming bersa 4-5 oy nasiya beramiz. Telefon raqamingizni bering. 91lik 91 708 708 0107. Xullas, telefon qilinglar, barteri ham bor. Barteram 2016-yil ekan navbatdagi damasimiz do'stlar. 13 li diska balonlar qo'yilgan. Oq rangda kraskalar bormi? 10%. 10% kraska bor. Gazi? Metan. Metanda. Mashinaning saloni chexol poliklar qilingan. Patologga material tortishgan. 252 ming kilometr mashina yurgan.
Salonni ichi. Hop, mana ikkinchi tomon do'stlar. Buni necha pul so'rayapsiz aka? 5000 deyapmiz, kelishamiz. 5000 dollar so'rayapsiz. Necha pul qilib beramiz naqdga? 4,5. Bo'lishimi? Qiyam tushamizmi? Yo'q. 4,5. 4,5 dollar bo'lishi narxi. 2016-yil. Ha, motorlar yaqinda hali bitta mo'yalmashdi. Aha. Polna qilingan. Telefon raqamingizni bering. 90lik 90lik 228 228 98 98 98. 98. 2018-yil ekan do'stlar. Navbatdagi Damasimiz metan gazi bor ekan mashinani. Karvintal diska balonlar qo'yilgan. Xo'p, kraska ham bormi? Kraska bir 10% bor. 10% kraska bor. Qayerda? O'ng tomon. Eshigidami? Ha, eshik bilan orqa kirlasida. O'ng tarafda. Aha, eshik bilan orqa kiradi bor. Gaz metan. Yurgani qancha bo'ldi aka? Yurgani 2 ga yaqin. 2 krukka yaqinlashib qolgan. Hozir ko'ramiz. Mana mashinamiz orqasi. Tak. Chexol poliglar bo'lgan. Mana salonni ichi. Metafon, patologlarga material topishgan ekan. Zadniy moz korobkasida ovozi yo'qmi aka buni? Sarapinchalar bor ekan. Zadniy moz korobkalariga ovoz yo'qmi? Korobka motor ikkalasiga ham javob ekan. Qonun hammasi chotka. Muammosi yo'q. Necha pul mashina? 5 kami bor aka, kelishtirib beramiz. 5000 dollar kam bor. Ha. 4,5 ga beramizmi naqd bo'lsin? Ha, kerak ko'ramiz aka, kelsa. Bo'lishi mumkin. Nasibiy variant Yo'q, naqdga. naqdga. Telefon raqamingizni bering. Telefon raqam 99 99 123 123 74. 78 74. Mizga pultlar. 19 ga 20 ekan do'stlar, marhamat. 80 ming kilometr yurgan Damas ikkimiz, Karvintal diska balonlar qo'yilgan. Mana bunaqa parokchalar ham qo'yilgan ekan. Kraska petnolari yo'qmi? Yo'q, toza kraskasi. Top-toza. Xo'p. Mashinamizning yon tomoni metan gazda ekan mashina. Qancha yurgan dedingiz aka buni? 80 ming. 80 ming kilometr mashina yurgan. Yumshoq balonlar quyilgan ekan mashinaga. Tak, salonni ichi polik, chexol var. Kolonka, video registratorlar qo'yilgan mana. Antiradorlari ham bor. Antiradar ham bor. Ayni mana antirador video registrator ham bor, antiradorlari. 80 ming kilometr. Ha, mana va mana. Antiradorlari shu. 80 ming yurgan a? 80 ming yurgan. Zadniy moz korobkasida ishlari yo'qmi aka? Necha pul? 6600 kami bor. 6600 dollar kam bor. Yil necha edi? Yili 20. 20. 19 ga 20. Necha qilib berasiz? Ha, kelishtirib beramiz aka. 6 ga beraverasizmi? Yo'q, o'tsa beraman. 200 mi, 100 mi? Ha, 200. 6200 ga beramiz. Ha. Nasibiy variant Bo'ladi, hamma narsa bo'ladi. bo'ladi. Telefon raqamingizni bering. 97lik 97 929 929 0540. 0540.